Kosmetikamda har doim sevib ishlatib kelinadigan mahsulotlar bilan full makeup. Bugun biz oddiy kunlik makeupni qilamiz. Birinchi bo'lib yuzimizni увлажнять qilamiz. Уже men sevimli tonerim ham tugab qoldi. Keyingisi bu bizda aksessuardan SPF va Lux vizajdan tonalka. Ana shu SPF bilan men смешивать qilaman, chunki bu fizический состав bo'lgani uchun noto'g'ri reaksiya bermaydi. Endi ustidan просто sponjik bilan o'tamiz. Bizda keyingi mahsulot bu Lux vizajdan rumyani hamda bir olganimga 3 yil bo'lgan kist. Kichkinaligiga qaranglar. Men buni vaqtida всего лишь 15 mingga naborni olgandim. Oxirgi paytlar aynan shu ottенок menga juda yoqyapti, chunki bu teplый bo'lgani uchun. Hamma narsadan birinchi bo'lib qoshimizni fiksatsiya qilishimiz kerak edi. Любимый gelim. Men buni o'tgan safar tashlamoqchi edim, lekin qarasam, ligi pipkasini ochganimdan keyin ichida hali yana bor ekan. Так что проплачено то до конца. Hozir sizlar mana shu bilan magic ko'rasizlar. Я не знаю, как это работает, lekin birinchi marta pudra ishlatganimda просто была в шоке. Вы видите просто. Bu meni birinchi olgan highlighterim va haligacha ishlatib kelaman. Haligacha tugamadi, уже sinib ham bo'ldi. Но он мне так nравится. Endi mana ikkita juda yaxshi ko'radigan tushim bu Sky High. Menimcha hamma biladi, lekin buni nomini o'zim ham bilmayman. Bu qanaqadir kitayskiy tush. Men ham Zamardan 20 mingga olganman, no. Bu tush termostойкий. Ya'ni faqatgina issiq suv bilan saprikatsiya qilgandan keyin erib ketadi. Ungacha emas. Ana endi ustidan mana shuni o'zini qilamiz. Va nihoyat lab dekoratsiyasiga o'tamiz. O'zim ham qalam ishlatmayman, chunki hali подходящий rang topolmadim. Но примерно menda hozir mana shu. No buni ham это уже вот любимый mana tintim. Va любой, ну, mana подделка, как всегда. Rot блеск. Shundoq ham ko'zam zo'rg'a lechit qilaman, shu sababli ko'p bo'yamayman lekin bu safar. Это очень красиво.